Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz uka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Siz qalaysiz? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat aka, xudoga shukr. Issiq davlatlarda maza qilib pishib yuribsizlarmi? Ha, issiq, o'ta issiq. Aha, bilishimcha Kuvaytdasiz. Albatta shu Kuvaytdan nima deydi, hali savol-javob qilmasdan oldin avvalo o'zingizni bir tanishtirib, bizni shu obunachilarga va bizni eshituvchilarga bir o'zingizni tanishtirib o'ting. Undan keyin asosiy bir savollarga o'tamiz. Hop aka, ismim Ne'matullo, Andijondanman. O'zbekistondan keldim. Avval Qatarda ishlayotgandim. Qatarda 3 yil ishlab, O'zbekistonga dam olishga, vacationga deb borgandim. Keyin O'zbekistonda qarasam, agentstvolar ishga olyapti odamlarni, boshqa davlatdan kelib, suhbat o'tkazib, suhbat asosida ishga olishayotgan ekan. O'zimni sinab ko'raman, inglizchamni ham agar o'tib ketib qolsam, baland oylik taklif bo'lsa ketaman degan niyatim bor edi. Bordim, qatnashdim, savol-javob qilishdi men bilan. Yo, yaxshi dedi, inglizcha yaxshi ekan, bu ishni ishlamagan bo'lsang ham olib ketasan sen dedi. Yaxshi oylik taklif qilishdi, qabul qildim, keldim. 1,5 oy, 2 oy cho'p qoldi kelganimga. Kuvaytdasiz, ha? Kuvayt puli dunyoda birinchi o'rinda turadi-da bu. Ya'ni nima deydi, hali kuchlilikdan ham bu yevro, nima deydi, bu Angliyani sterlini bo'lsin, dollar, bu bizni Shvetsariyani franklaridan o'tib ketadi-da. U yo'qshi birinchi o'rinda turadi. Juda ham bir qimmat nima deydi. Xo'p, yaxshi uka, bu mana misol buni siz qanaqa qilib ketib oldingizki, misol mana shu agentstvolar sizga taklif qildi, to'g'rimi? Misol borishlikka. Bunga bir mashina misol bir boshdan qanaqa qilib nima bo'lishgan, nima bo'lganligini, borganligingizni shu bizni obunachilarga ham biroz bir gapirib bersangiz, to'liq qilib. Hali bir ikkinchi marta yana savolga o'rib qolmaydigan qilib gapirib bersa juda yaxshi bo'ladi. Albatta, undan keyin yana boshqa savollar albatta yana turibdi. Hop, O'zbekistonga bordim aka, fevral oyida dam olish maqsadida 1 oylik ta'til beruvdi ishxonam. Bordim, keyin o'zimni sinab ko'raychi, agar bu yerda ishga jo'natadigan agentstvolar bo'lsa, ularda ish bo'lsa, ularda ham gaplashib ko'raychi deb o'zim o'yladim. Keyin bir ikkita agentstvolarga bordim. Shu Andijonda agentstvo bor edi, shu yerga bordim. Ular menga aytishdi, 23-24 fevral kunlari imtihon bo'ladi dedi, Kuvayt davlati bilan. Kuvaytdan odamlar kelib, face to face, ya'ni yuzma-yuz imtihon qilishadi. Borib qatnashib ko'ring. Agar imtihondan o'tsangiz, ketasiz deyishdi. Xo'p dedim. 23-kuni Toshkentga bordim. Ular Toshkentga keladigan ekan. Borsam imtihonga tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan hamma bedaylar. Keyin imtihonga o'zi sekin-sekin boshlanishni boshladi. 3tadan odamlar chiqib imtihondan o'tishni boshladi. O'tganlar alohida, o'tmaganlar alohida bo'lib. Keyin meni navbatim keldi, chaqirishdi, dedi chiq. Chiqdim. 3 kishi edi ular. Birinchisi bilan gaplashdim. Birinchisi aytdi, "Bo'pti, xo'p" dedi, "Yaxshi" dedi. "Inglizcha yaxshi ekan" dedi. "Eplab ketasan, bu ishni avval qilmagan bo'lsang ham" dedi. Keyin ikkinchisi bilan gaplashdim. U ham yaxshi dedi. Menda yaxshi taassurot qoldirding dedi. Keyin uchinchisi bilan ham gaplashdim. Uchinchisi bo'pti dedi. "Men seni ishga olaman" dedi. "Yolg'on gapirdingmi, yolg'on gapirmadingmi menga" deb savol berdi-da. "Yo'q, yolg'on gapirmadim" dedim. Desam, meni sinash maqsadida sen yolg'on gapiryapsan. "Bor, chiq" deb dokumentlarimni irg'itdi. Men hali jahlimni chiqarishga harakatini qildi. U yerda sinab ko'rgan ekan meni. Keyin men aytdim, "Rahmat sen vaqt ajratganing uchun" deb dokumentlarimni olib chiqib ketyapsam, "To'xta" dedi. "Men seni sinab ko'rdim, seni ishga olaman, keyin o'tir" dedi. Keyin oyliklari gaplashdik. Shunaqa bo'lib o'tib ketib qoldim imtihondan. Ya'ni bu yerda inson qanchalik siniq bo'lsa, shunchalik o'ziga foyda bo'lar ekan, to'g'rimi? Ya'ni misol shu imtihondan o'tayotgan vaqtida. Albatta, to'g'ri so'z bo'lish kerak ekan, chunki men avval ofitsiantlik qilganman, keyin hozir bu yerga sotuvchilikka keldim.
qo'lida CV bor, ya'ni o'zim haqimda ma'lumotlarim, qayerda ishlaganim, qayerda ishlab kelganim ko'rib turibdi, shunga qarab savol beryapti. Qayerda ishlab kelgansan deb. Keyin hammasini to'g'ri aytdim. Bu ishda avval ishlamaganman, birinchi marta. Agar dedim menga imkoniyat berishsang, men bu ishni 100% eplab keta olmayman dedim. Desam, bo'pti xo'p deb ishga olishdi. Ishga olganini aytdi. Bo'pti dedi, men seni ishga olaman dedi. Ketib qolma, oilalarni gaplashamiz dedi. Tashqarida kutdim ularni. Keyin hamma imtihonlar bo'lgandan keyin oldimizga chiqib, qo'limizga shu offer letterlarimizni tarqatdi. Bu yerda qaysi brendda ishlashimiz, necha pul oyligimiz, keyin bir oyda necha kun ishlashimiz, bir oyda necha kun dam olishimiz hammasi yozilgan. Shularga qarab o'qib chiqib, ma'qul keluvdi, qo'l qo'yib berdik. Oradan bir oy o'tgandan keyin уже vizamiz chiqdi. Keyin orada ro'za bo'lib qoluvdi. Shu ro'za vaqtida bir yo'la hayitini ham o'tkazib kelishsin ular ham deb bilet jo'natishmadi bizga. Bilet ham o'zlari qilib beradigan edi. Keyin hayitdan keyin bizga bilet jo'natdi. Ali bilet bilan keldik yana. Mana shu yerda hozir yana bir savol borda, misol shu sizni jo'natgan insonlar shu o'zimizni O'zbekistondagi firmalarmidi bular yoki bo'lmasam bir shu Kuvayt bilan birgalikda ishlayotgan, shu Kuvaytdagi agentliklar bilan birgalikda ishlayotgan bir firmalarmi? Nima deysiz? Yo'q, u O'zbekistonning firmasi. O'zbekistondan turib boshqa davlatlarga, nafaqat Kuvayt, Qatarga ham, Dubayga ham, Saudiya Arabiyaga ham, Yevropa davlatlariga ham ishga odamlar jo'natyapti. Ya'ni bular sizdan ana shu vaqtda misol Kuvaytga borishingiz uchun, sizni jo'natishlik uchun bir pul talab qildimi bular ya'ni? Pul talab qilmadi, lekin imtihonda boshlanishidan oldin o'zlarini nimasini aytishdi. Bizda shunaqa dedi, pul to'lov bor ekan, shu to'lovni to'lasanglar keyin jo'natamiz deyishdi. Lekin buni dedi, imtihonga kirganinglarda aytmanglar dedi. Bular dedi oramizda qolsin dedi. Bo'pti dedi. Imtihonda ishlatmadik buni. Keyin imtihondan o'tgandan keyin biz offer letterlarni olgandan keyin ular suhbat boshladi yana. Dedi, vizanglar kelguncha to'lov to'lashinglar kerak dedi. Keyin yarmini to'ladik, yarmini vizamiz kelgandan keyin to'ladik. Meni hozir o'ylantirayotgan bir narsa borda mana shu yerda. Mana misol hozir siz O'zbekistondagi firmalar jo'natyapti deyapsiz. Bularni misol O'zbekistondan jo'natgan firmalar ana shu O'zbekistonda o'zini firmasi bormiki, shu Kuvaytdagi ashakka jo'natyapti yoki arablarning bir nimasimi, firmalarimi? Unaqa arablarniki bo'ladigan bo'lsa, misol Kuvaytda davlatning o'ziniki bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi agentliklar qanday qilib sizlarni o'zlaridan o'zlari jo'natib yuboryapti bu yerga? Men shuni sababini men ham bilmadim to'g'risi. Qanaqa qilib bular kontakt qilyapti bu taraf bilan deb o'ylandim. Lekin juda ko'p davlat bilan kontakt bor ekan bularni. Men ham shuni bilmadim. Lekin O'zbekistondagi firma o'zbeklar hammasi. Bu ishni qayerdan olyapti buni bilmayman. Lekin baribir misol lekin 100% ishonchli. Men shuni ayta olmayman, 100% ishonchli. Men bordim, gaplashdik, imtihondan o'tdim. 2 oy vaqtda уже meni chiqarishib yubordi. Endi bunga misol butun hamma millatimiz boraveradimi? Misol yosh farqi bormi? Etlarga borgan insonlar, qanaqa insonlar borish kerak o'zi Kuvaytga? Ya'ni imkoniyatlar misol deylik bir ayol kishilar ham bora oladimi yo erkak kishilar bola chaqasi bilan birga bora oladimi? Bularga nima deysiz? Yoshi kattalar borolmaydi deb o'ylayman. Chunki restoranga, keyin savdoga ko'proq yoshlarni oladi. 18 dan 25 yoshgacha bo'lganlarni oladi. Bolalari bilan kelolmasa kerak, olib kelolmaydi. Chunki kompaniya viza chiqarish kerak. Kompaniya qiladi hamma yo'l. Shunga bolalarini olib kelishga ruxsat bermaydi. O'zini olib keladi, lekin imtihondan o'tgan odamni. Ayol kishimi, erkak kishimi farqi yo'q. Lekin retailga sotuvchilikka ko'proq ayol kishi kerak. Ingliz tili yaxshi bo'lishi kerak, ko'rinishi yaxshi bo'lishi kerak.
O'zi asosiy Kuvaytda ko'proq qaysi tilni bilib borgan yaxshi yoki shu o'zbekchani bilib turib borsa ham bo'laveradi? Yo'q, o'zbekchani o'zi bilan bu yerlarga kelolmaysiz. Ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak. Shu ingliz tili kerak. Yani ingliz tili bilmasa borib ishlay olmaydi bu yerlarda. Yo'q, u mumkin emas. Impossible deydi. Chunki kelishidan oldin ular bilan masalan hozir men ingliz tilisi bor, writing reading ya'ni yozuv o'qishni bilgan odam bo'lsa, menga CV'larini ya'ni o'zi haqidagi ma'lumotlarni jo'natsa, bu yerdan men kompaniya topib, ular bilan gaplashtirishim mumkin. Men bu yerdagilarga O'zbekistondagi tanishimning nomerini beraman, ingliz tilisi bor, writing reading ya'ni o'qish yozishni biladi deyman. Bular bu yerdan turib ularga SMS yozadi. Seni kuni vaqting bormi? Sen bilan imtihon qilmoqchimiz. Agar vaqting bo'lsa bizga ayt deydi. Agar vaqti bo'lsa aytadi. Shu kelishgan kunida tayyor bo'lib turish kerak. Imtihon qiladi, ya'ni tekshiradi. Qanaqa ingliz tilisi bor, qanaqa gapira oladi, speak yaxshimi deb. Buni tekshirgandan keyin agar ular bu yerdagi arablarga yoqsa, 100% olib kelishib oladi ishga ularni. Yana shu yerda bir savol kelyapti-da, mana misol hozir siz mana misol O'zbekistonda bir firmadan kelibsiz, misol Konstantin bir firma orqali kelibsiz. Endi hozir biz o'zbeklarimiz o'zlari bir ish qidirib topib, mana misol hozir shu inglizchani yaxshi biladigan bo'lsa, shu Kuvaytga o'xshagan davlatlarga, ya'ni arab davlatlariga, ko'proq shu Kuvayt, sizdan Kuvaytdan gaplashyapmiz. Kuvaytda bir ish beruvchi, shu hotellar bo'lsin, shunga o'xshagan bir haligi nimalar bilan to'g'ridan o'zlari chiqib ham gaplashib kelishdi imkoniyati bormi? Ya'ni hali konstantinlarga bekardan bir pul to'lab o'tirishni o'rniga. Unaqa qilishni ham ilojisi bor, lekin ishga olish ehtimoli juda ham kamda. Nimagaki, masalan, men bu yerda ishlayapman, birovga tavsiya qilaman, meni do'stim bor yoki ukam yoki akam bor, ingliz tilisi yaxshi deyman. Keyin meni gapimga qarab turib, u bilan gaplashadi. Undan keyin telefon qiladi yoki SMS yozadi, shunga qarab gaplashadi. Agar imtihonidan o'tsa, bu yerdagilarni ishga olib keladi viza qilib. Endi mana misol hozir deylik, mana hozir mana shu videoni biz ya'ni obunachilarimizga, shu bizni ko'radigan tomoshabinlarga chiqaradigan bo'lsak, ertaga minglab odam misol mana sizga Ne'matulloh bilan bir nima qilib qo'ying deydi, hali telefon nomeringizni nima qilsak, sizga yozishligi mumkin. Endi bularda hamma shu yerdagi sizga ish bergan firmalarga bunisini akam, bunisini ukam deb 1000 kishini ayta olmaysiz. Buni qanday qilib qilish mumkin? Bu yerdagi firmalar faqat o'zimning firmamga emas, boshqa firmalarga ham masalan so'rayman, senga ishchi kerakmi chet eldan, ishchi olasanmi deyman. Ha, olaman desa, meni qiladigan ishim ularni CV'sini ularga berib qo'yish. Lekin O'zbekistondan menga aloqaga chiqadigan yoki boshqa davlatdan aloqaga chiqadiganlarni nima deydi, umid qilaman, ingliz tilisi yaxshi bo'lishi kerak. Chunki speaking is very important deganda, juda ham kerakli deganda, gapirish yaxshi bo'lishi kerak. Bunga juda katta e'tibor qaratadi-da. Chunki savdoda bo'ladi-da. Kelgan odam bilan suhbat qilish kerak, tavsiya qilish kerak. Kiyim-kechak yoki oziq-ovqat, ovqatlarini maqtash kerak. Bunga yaxshi ingliz tili. Tushunarli. Xullas, men yana bir narsa bor-da, mana hozir siz bo'ldi gap yo'q, mana misol mana bizni eshitganlar albatta men sizning nomeringizni qo'yib o'taman. Misol telefon nomeringiz yoki bironta bir sizga bir bog'lanadigan bir boshqa bir nima deydi, bir Telegramingiz yo WhatsAppingiz yo Instagramingiz shunga o'xshagan bironta bir nimangizni bersiz, lekin nima deydi? Mana misol ko'pchilik bilan men hozir video qilyapman-da. Misol mana balki kanalimda ko'rgandirsiz. Juda misol Yevropaning juda ko'p yerlaridan, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya qolmadi. Butun yerlarda hammasidan Malayziya, bular bilan nima qilib chiqdim misol, video qilib chiqdim. Lekin mana hozir shu yerda siz aytyapsizki, misol men qo'limdan kelgancha misol mana agar chiqadigan bo'lsa menga to'g'ridan chiqsin, men yo'l yo'riq ko'rsataman deyapsiz. Ertaga mana misol men ko'pchilik bilan qilganim uchun ba'zi shu haligi nima deydi, qavs ichidagi insonlar
bir o'zgarib qolib, ertaga mana misol men gap ochig'i bu Konstantinlarga teskari bo'lgan insonman-da o'zim. Shuncha obunachilarimga butun hammasiga gapiramanki, shu Konstantinlar orqali kelmanglarki, sizlar bekani-bekar pullaring ketmasin. Ya'ni o'zlaring ham ozgina shustrik bo'lsalaring, bir yo'l yo'rig'ini qilsalaring bo'ladi. Endi misol sizni ishlayotgan bu Kuvayt davlatida qanchaligini bilmayman-ku. Lekin misol Yevropaga shunday-da, mana misol hozir ishonavering, yo oddiy bir nima uchun ashaddiy Konstantinlar yo sizni deydi, biz deydi nimaga jo'natib yuboramiz. Ya'ni O'zbekistondagi Konstantinlar aytyapman-da. Nima deydi? Sizni deydi hozir Polshaga boravering, Polshadan keyin Germaniyaga o'tkazamiz ishlayotgani, ishlagani, nima ID kartingizni olgandan keyin o'tib ketaverasiz. Shunaqa bir yolg'on gap so'zlarni gapirib, nima Shvetsiyaga jo'natib yuboramiz, Shvetsariyaga jo'natib yuboramiz, hatto men turgan edim. Unaqa narsalar bu yerda unaqa yo'q-da, misol O'zbekiston bilan o'zaro o'rtada haligi nima deydi, shartnoma yo'q, ish shartnomasi yo'q. Endi bu oddiy aytib o'tirib olib shu pul uchun mana shunaqa qilib yolg'on gapirib jo'natib yuborayotganlar ham juda ko'p-da. Misol men shuning uchun ham misol Konstantlarga teskariman. Juda ko'p insonlarni ko'ryapmanki, mana Yevropaga kelishib olgan, Polshaga, Latviyaga, Litvaga kelganda Zoir aka deydi, men deydi 4000 yevro berib deydi, Polshaga keldim deydi. Ba'zi insonlar bilan men video chiqaryapman, yo 250 yevro bilan kelishyapti. 400, 500, 600 yevro bilan kelyapti, ba'zilar bir 4000 yevro berib kelyapti-da. Endi Polshaga kelgandan keyin Latviya, Litva, Estoniya shunga o'xshagan davlatga kelgandan keyin kelsa, oyligi ham 800 dollar. Endi haligi arziydimiki shu 4000 dollar berib kelishlikka-da. 4000 yevro berib kelishlikka arzimaydi. Shuning uchun ham doim men ularga qarshi, misol bular shunaqa ishonmanglar deb kelaman-da. Endi men haligi aytdimki, ba'zi bir qavs ichida chiqqan insonlar borki, haligi darrov o'zgarib qolishdi-da. Bir Xudo uchun mayli men bir yordam qilaman, yo'l yo'riq ko'rsataman degan insonlar yana nima qilib qoldi. Shuni albatta siz aytib o'tingki, agar rost sizni nomeringizni qo'yadigan bo'lsak, bu xizmatingiz bir xalqqa bir yo'l yo'riq ko'rsatib borishingiz pulli bo'ladimi, pulsiz bo'ladimi, shuni ham bir aytib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki ertaga chiqarganimdan keyin Zoir aka mana chiqargan odamimiz bunchadan pul so'rayapti-yu deyishadi-da menga. Chunki buni so'ramasam bo'lmaydi. Bu aka mana o'zingiz ham bilasiz, juda ko'p odam bilan video qilgansiz. Qayerga qarasak, bizni O'zbekistondan chiqib boshqa davlatda ishlashyapti-da. O'zbekistonda qiynalanyapti. Nimagaki topish tutish yaxshi emas. Men prosta qo'limdan nima keladi, ular menga CV jo'natsa, men CV'sini tarqatib qo'yish qo'limdan keladi. Men bu yerdagilarga telefon qil, u odamga, mana shu odamga, bu odamni ishga olasan deya olmayman. Chunki ularga kerakli odam kimligini men bilmayman, qanaqaligini bilmayman. O'zlari gaplashib, imtihon qilib ishga oladi. Men buni qilganim uchun birodam bir so'm olmayman. Kerak emas. Bu pulli ish emas-da bu. Qog'ozni chiqarib odamga berib qo'yish. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik mana ochig'ini aytdingiz. Ya'ni ertaga meni bo'ynimdan sobit bo'lsa bu narsa-da. Chunki haqiqatan haligi nima deydi, video qilib chiqqandan keyin ba'zi insonlar aytdim, o'sha qavsishdagi insonlar borki, mana shunaqa nima bo'lib, o'rtada meni ham haligi men shaxsan bir o'rtada turgan insonman-da. Sizdan mana misol hozir nima deydi? Mana shu Kuvayt haqida sizdan bir ma'lumot olyapman xolos. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, mana qo'ldan kelgancha men yordam qilaman deb, xuddi shunaqa qilib bir yordam qilaman deb qo'ygan insonlar darrov nima qiladi? Zoir aka, mana bu videoni bo'lmasa nima chiqardingiz deydi, yordam qilmaydigan bo'lsa bizga. Endi millat har xil bo'larkan, mana 5 ta barmoq barobar bo'lmaydi hech bir vaqt. Shuning uchun ham ataylab shuni ustidan so'rayapman, ertaga bir problema bo'lib, ertaga nima bo'lsa, Zoir aka mana odam nima ekan-ku demasin degan taqdirda o'zingizdan so'rab olyapman bu narsani. Bu yerda yana bir narsa bor. Freelance viza degan narsa borda. Bu freelance viza qanday bo'ladi? Davlatga pul to'lanadi. Nima uchun to'lanadi? Masalan, qaysidir davlatdan kelmoqchi bo'lsa, u odam shunday qiladi. Bu yerdan agentstvolar topadi, u yerga pul beradi. Bu pulni nimaga ishlatadi? Shu bolani freelance viza bilan olib kelish uchun. Endi kompaniyalar bor, shu kompaniyalar pullarni oladi birovlardan. Senga freelance viza qilib beraman deb kelgan odamni pasportini kopiyasini so'raydi. Governmentga borib, shu elchixonaga borib, pasporti bilan to'lovi bor freelance vizaga. Shuni to'laydi. Qancha vaqt oladi bilmayman, shunaqa viza olsa bo'ladi. U lekin ancha qimmat. Nima deydi, pulga olaman degan odam ancha baland narx, 3-4 ming dollar freelance vizasi. U freelance vizani olgandan keyin xohlagan joyingizda ishla olasiz.
Shunisi bor. Lekin ko'p odam uni qilmaydi, qimmatligi uchun. Mana bir narsa bor. Mana misol turistik viza bilan borib ishlasa ham bo'ladimi bu yerda? Nima deysiz? Yo'q, bu yerga turistik viza bilan beradimi? Bir turistlik beradimi o'zi aslida u nima tomonlar, Kuvaytlarga? Bunga nima deysiz? Men eshitdim, lekin so'rab surishtirmadim. Turistlikka bermaydi viza deb eshitdim. Bu yerga kelish qiyin deb eshitdim turist bo'lib. Ya'ni aniq emas. Prosta eshitdingiz xolos, to'g'rimi shunday? Ha, eshitdim. Lekin turist bo'lib kelsa ham bilmadim endi. To'g'risi bilmayman. Hop, bundan tashqari mana misol kecha shu gruppada bir gapirib qoldingiz-ku. Buni misol 18 bilan 25 orasida dedingiz. Mana shuni ham bir gapirib o'ting. Misol buni qanday bo'ladi? Bir 18 dan past menimcha bo'lmasa kerak-ku, lekin 25 dan tepalari ham misol bir shunaqa qilib xuddi siz ketgandek qilib ketishda bir imkoniyati bormi yoki buni ham bir yoshda nimasi bormi? O'ziga yarasha nima deydi haligi turkchasiga sinirlama deydi-yu, o'zbekchasiga nima deydi? Ya'ni bir nihoyasi bormi bu yosh tuyetga borib ishlashlikka? Yo'qmi deydi. Ha, shunday. Hozir aka, men endi restoran yo'nalishida ishlaganim uchun, keyin sotuvchilik yo'nalida ishlaganim uchun shu ikkalasini bilaman. Restoranga 25 yoshdan balandini olmaydi. Nimaga? Chunki u yerda ko'p ish bor. Klientlarga qarash kerak, yo'g'ur-yo'g'uri bor. Shuni hisobiga ularga qancha yosh bo'lsa, shuncha yaxshi. Ya'ni ingliz tilisi yaxshi bo'lishi kerak. Retailga, sotuvchilikka ingliz tilisi yaxshi bo'lsa, ko'rinishi yaxshi bo'lsa, yoshi ahamiyatsiz deb o'ylayman. Restoranga lekin aniq ayta olmayman, 18-25 yoshga da oladi. Yana bir narsa bordi. Mana misol turistik deyman, mana ishchi vizasi olib ketgansiz. Hozir mana sizniki qancha vaqtlik? 1 yillikmi ishchi vizasi? Bu bizga entrance viza bergan. U entrance vizani 6 oyga berganda, shu 6 oylik viza bilan kirasiz. Bu yerga kirganingizdan keyin sizga ID karta qilib beradi. U ID karta bilan 1 yilda bir marta qilinadi. Agar ketmoqchi bo'lsangiz, 1 yildan keyin to'xtatadi sizga ID karta qilishni. Agar ketmoqchi bo'lmasangiz, xohlagancha qolishingiz mumkin bu yerda. 10 yil, 15 yil kompaniyangiz bilan yaxshi bo'lsangiz, xohlaganingizcha qola olasiz bu yerda. Ya'ni Chunki 6 oy hamma dokumentlarni 6 oy u faqat tashqaridan bu davlatga kirib olish uchun u viza. Bu yerga kelganingizdan keyin ID karta qilib beradi sizga. O'sha ID karta sizning vizangiz bo'ladi. Har yil almashtiradi buni. 1 yilga beradi. Buni almashtirish problema bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, даже uni bilmaysizdan, chunki tugashidan oldin kompaniyangiz almashtiradi. Tugagandan keyin sizga yangi ID karta beradi kompaniya. Ayol kishilar, misol ingliz tilini biladigan bo'lsa, misol qizlar bo'lsin, bular ham boraveradimi? Misol mashhurda nima qilib? Bu problemasi yo'qmi? Yo'q, problemasi yo'q. Nabrot qizlar kerak o'zi. Chunki juda ham ko'p kiyim-kechak sotadigan do'konlar bor. Qizlar ishlash kerak. O'g'il bolalar ishlolmaydi, chunki faqat qizlar narsa sotiladi u do'konlarda. Keyin erta oyliklar qanaqa ekan? Misol shu oyliklarni ham albatta gapirib o'tsangiz yaxshi bo'ladi bilganingizcha. Misol kimlar qanaqa oylik oladi bu yerda? Oyliklar eng pasti $500, eng ko'pi $2000. $2000dan ham baland olsa bo'lsa kerak. Bu ingliz tilisini leveliga qarab bo'ladi, ishlagan stajiga qarab bo'ladi. Agar staji bo'lmasa $500 dan boshlashi mumkin. Agar 1-2 yil yo 3-4 yil ishlagan bo'lsa $1000 dan boshlaydi. Agar ko'proq ishlagan bo'lsa 1,5-2 mingga ishi keladi. Bu ya'ni misol mana deylik, qo'ldan bir oz bir bo'lsa ham bir qo'ldan ish keladi. Deylik misol yo bir IT sohasi bo'yicha yoki bir narsasi bir ishda bir haligi nima deydi, mutaxassisi. Qurilish bo'lsin, shunga o'xshagan narsalar yoki bir qo'lda bir oshpazlik, bir qo'lda nima bo'ladigan bo'lsa. Shunaqa insonlar misol borsa, to'g'ridan hali yoki bir svarchiklar kerak bo'lsa, bir svarchik shunga o'xshagan narsalar, shunday insonlar borsa, qo'ldan bir ish keladigan bo'lsa, shular misol taxminan qancha oladi? Taxminan
men o'zim restoran keyin sotuvchilik yo'nalishini bilganim uchun buni aytyapman. Lekin qolganlari siz aytgandek hali IT'ni bilsa yoki oshpazlikni bilsa, bular o'zini oyligini o'zi hal qiladi. O'zi kelishadi. Men moncha olay olayman, bu oylikni bera olaysanmi? Endi bular aytadi, "Yo'q, men senga uni bera olmayman, mana uni bera olayman" deydi. Endi ularni qancha so'rashini bilmayman, bularni qancha offer qilishini bilmayman. To'g'ri, siz aytgandek IT'ni bilsa, oyligini o'zi hal qiladi. Men manoncha oylik xohlayman, bera olaysanmi? Endi bu davlat aytadi, "Men senga uncha bera olmayman, moncha bera olayman. Agar xohlasang, dokumentlaringni boshlayman, viza chiqaraman, kelasan" deydi. Shuni aytishim mumkin. Kuvaytda misol qalay aytda misol nima deydi? Haligi Turkiyalarga o'xshab, Rossiyalarga o'xshab oyligingizni bir kechiktirib beradigan, unaqa narsalar ham bormi yoki hali ba'zilari borki ishlatib bermaydi. Shunaqa narsalar ham Kuvaytda bormi yo yo'qmi? Unaqa narsalar aka arab davlatlarida yo'q. Nafaqat Kuvaytda, arab davlatlarida unaqa narsa yo'q desam ham bo'laveradi. Chunki men ko'p davlatda bo'ldim, arab davlatida. Unaqa kechiktirish, bermaslik unaqa narsa yo'q. Vaqtida bir kun ham kechikmaydi. Masalan, bu yerlarda ofislar juma kuni yopiq. Juma kunga oylik beradigan kun to'g'ri kelib qolsa, bir kun oldin tushirib qo'yishadi. Bu kartaga. Lekin yana bitta yaxshi tarafi aka, kompaniya yotoqxona bilan ta'minlaydi. Ishga borib kelish uchun mashina bilan ta'minlaydi. Mana shu taraflari juda ham zo'r. Ish berib turib yotoqxona bermaydiganlar bor, mashina bermaydiganlar ham bor. Lekin ularni o'rniga live out deb, ya'ni yashash uchun deb pul ajratadi, uni pulini beradi. Keyin taksisi uchun deb turib pul ajratadi, uni ham beradi. Oyligidan tashqari bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tayki, gaplashayotganda imtihonda o'zini davlatida turibdi, kim bo'lsa ham hali ishga olinmadi yoki ishdan haydalmaydi, qo'rqmasdan imtihondan o'tishini men hammaga aytishim kerak. Bular yo'q desa bu narsa yutqizmaydi, ular xo'p desa ham bu narsa yutmaydi, keladi ishlaydi. Ko'pchilik bu yerda katta oylik olsa bo'ladi. Lekin o'zini gapiga qattiq bo'lish kerak, baland oylik so'rash kerak. Masalan, $500 taklif qilsa, "Yo'q, men $500 bormayman, eng kami $1000 boraman" deb turish kerak. U $500 hammayam deb ko'p odam rozi bo'laradi. Shuni hisobiga bu yerdagi oyliklar ham kamayib ketishi mumkin-da. Aslida $500 dan baland oylik olsa bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan kelayotgan odamdan misol o'zlari aytishmaydimi shu jo'natayotgan agentство yoki bo'lmasam bir o'zi kelishib turib misol internet orqali topib nima deydi, senga mashincha bir oylik beramiz deb o'zlari shuncha aytmaydimi yoki bo'lmasam jo'natayotgan agentство hozir mana qarang, Yevropaga jo'natayotgan agentstvolar nima deydi, borganingizdan keyin $1000, $1200, $1500 oyligingiz, Angliyaga jo'natib olsa 3000 deyapti-yu, borgandan keyin odamlar 2000 dan misol nima deydi, 2000, 1800 ga ishlayapti. Yolg'on gapirib jo'natishib bo'lyapti-da. Xuddi ana shunday deyman, betlarga ham mana shunaqa qilib jo'natishmaydimi misol? Bunaqa borganingizdan keyin buncha oylikka ishlaysiz, bunaqa qilasiz, oyligingiz buncha deb turib o'zi ishi tayin bo'lib borishmaydimi? U yerda siz aytgandek oyliklar bilan tanishtiradi. Masalan, deydi $1000 dan $2000 gacha oylik. Odamlar nima qilyapti? Imtihondan o'tayotganda men senga mana oylikni beraman deb turib, qo'liga qog'oz yozishda offer letter yozilgan bo'ladi bu yerda. Hisob kitob qilsa $500-600 ko'p odam qabul qilib kelib olyapti. To'g'ri, O'zbekistonga $500-600 yaxshi pul, lekin agar "Yo'q, men bu pulga bormayman, bu pul meni qoplamaydi" deb turib ingliz tilini ishlatsa, yaxshi gapirsa, qo'sh beradi. Baland oylikka kelish imkoniyati bor. Bitta odam $500 ga unamasa, ikkinchi odam $500 ga unamasa, ular o'ylaydi, "Значит, O'zbekistondan $500 ga odam ola olmaymiz ekan. Oyliklarni balandroq aytishimiz kerak ekan" degan fikr uyg'onadi bularda. Masalan, bular taklif qilishi mumkin. Oz oylik qarasa $600 yo $500 bo'lyapti dollarga. Biznikilar nima qiladi? Men hozir ishlamay yuribman-u, mashg'ul oyligim hamma menga deb turib qabul qilib kelishib oladi. U kelgandan keyin
o'ziga masalan $500 yetar. Balkim staji bor, avval ishlagan odamlar suhbat qilsa, u odamlar $1000 yoki $1000 baland pul so'rasa, ularga bermaydi. Nimaga? Chunki $500 ga ishga olish imkoniyati bor odamlarni O'zbekistondan degan fikr ularga o'rnab qoladi-da. Shuning uchun men so'rardim, ingliz tilisi yaxshi bo'lsa, shu ingliz tilini ishlatish kerak. Aytish kerak, yo'q, men $500 ga bora olmayman. Meni narxim shu, agar xohlasang men shu narxga boraman deb o'zini narxini qo'yib olish kerak. Hech bo'lmasa eng kami deyishi mumkin $700 yo $800, lekin 500 emas. To'g'ri aytdingiz, mana shu narsani gapirib yaxshi nima qildingiz. Haqiqatan misol bor-da, shunaqa insonlar ham bor, yo'q emas. Aytdi 500 bo'lsa ham mayli, O'zbekistonda shuni ham topmayapman dedi-da, haqiqatan boradi, ularning kallasiga mana shu narsa o'rnab qoladiki, O'zbekistondan 500 ga ham, hali 400 ga ham topsak bo'larkan bir ishchi deb o'ylashligi ham mumkin. Bu narsani gapirib o'tib yaxshi qildingiz. Yana bitta narsa bor, bu yerda o'zbeklar juda ham oz. Daji o'zim bilan kelgan odamlarni ko'rdim, xolos boshqa o'zbek ko'rmadim bu yerda. Daji qirg'iz ham ko'rmadim, qozoq ham ko'rmadim bu yerda. Kelgan o'zbeklar tanishlarim bilan birga yuramiz, yashaymiz, boshqa o'zbek ko'rmadim. Agar bu yerga qiziqqanlar bo'lsa, shu aytib o'tganimdek balandroq oylik so'rasa o'zlariga yaxshi. Rossiyada ham, Turkiyada ham oyliklarni narxlarini tushib ketishining sababi bu o'zimiz, o'zbeklar. Bitta o'zbek $1000 ga ishlayotgan paytda ikkinchi o'zbek borib men 500 ga ishlayveraman dedi. $1000 ga ishlayotgan o'zbekni o'rniga ikkita o'zbek olib, ikkita ishlatdi. Shuni hisobiga Rossiyada ham, Turkiyada ham narxlar hozir tushib ketgan. Mana bir narsa bor, yana bitta savol bor shu yerda. Mana misol, xo'p, mana hozir shaxsan siz o'zingiz yo sheriklaringiz, misol ishlayapsizlar shu yerda. Sizlarning rasxodlaringiz qanaqa bo'lyapti? Misol uy berib, misol uyni bermasdan, bironta uyni gaplashmasdan, firma tomonidan berilmaydigan bo'lsa, ikka borgandan keyin rasxod qanaqa bo'ladi? Uy berilsa, tagiga mashina berilsa, shu ishga olib borib olib kelsa, bunaqalarda rasxod qanaqa bo'ladi? O'sha yerda ketish oyligi. O'ziga ketadigani yo'q va O'zbekistonga jo'natadigani. Masalan, men o'zimni aytib o'taman. Bu yerga keldim, kvartira berdi, ishxonaga borib kelish uchun mashina berdi, avtobus. Bundan tashqari yeb ichishimga $300 sarflayman. Bu yerda puli qimmat. 1 dinori $3,5 bo'lyapti. Kuniga 2-3 dinor ishlataman. Ya'ni oyiga 100 dinor. 100 dinori $300 dancha ko'proq bo'ladi. Agar uy bermasa, avtobus bermasa, oyligi masalan deylik $1000, $1000 dan tashqari uyga to'lash uchun pul beradi, taksisiga to'lash uchun pul beradi. Bu oyliklardan tashqari. Buni kompaniya beradi. Rasxoti shu o'ziga yeb ichgani rasxoti bo'ladi. Qolgan narsani ko'p joyda, ko'p arab davlatlarida kompaniya o'zi qarshilaydi bularni. Endi misol endi $1000 bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan misol kvartirasini nima qilsa, undan tashqari bir hali yeyish ichishini ham beradimi? Yo'q, yeb ichishi o'zidan bo'ladi. Yeb ichishni o'zi yeb nima qiladi, o'z cho'ntagidan masraf qiladi. Keyin yana bitta narsa bor aka, bizga O'zbekistondan kelayotganimda faqat oyliklarni aytgan. Men o'yladim faqat oyligimni olib ishlab yuraman. Bu yerga keldim, bular meni tanishtirdi. Agar dedi, buni manaqa narsa bor, o'zbekchada bilmayman nima deydi, target degan narsa bor. Sen bir oyda mononcha pul sotsang, ya'ni targetingni 100% qilsang, kompaniya tomonidan qanchadir pul beriladi. Yoki target bermagan joylarda masalan bir kunda bu yerda pul aytganimdek 1 dinori $3 bo'ladi-yu. 100 so'mlik narsa sotsam, ya'ni 100 dinor sotsam, 100 dinordan 1% meniki, ya'ni 1 dinori. Men bir oyda masalan 10 ming, 15 minglik narsa sotaman o'zim. U degani 100 so'm yoki 150 so'm dinorim bor meni oyligimdan tashqari. U ham $400-500 bo'ladi. Commission deydi, commission. Commission. Ya'ni chonchaqa deganda narsa. Tushunarli. Keyin aliginaqa misol nimalar ham bo'lib turadimi? Mana endi misol albatta sizlar ishlaringda bormi yo'q bilmayman. Hotellarda ishlaydiganlar,
misol ana shu yerda bir tarjimonlik qiladi yo boshqa bir ish qilib yurganda haligi nima deydi borgan nimalar ham bir ozmos misol sen ishchi ekansan bu yerda deb turib haligi qo'liga bir oz bir haligi bir 10 euro yo 5 euro tashlab ketishadi-yu misol. Shunaqa nimalar ham bo'ladimi? Bir haligi ko'nglar chiqarib o'zi bizga misol yaxshi xizmat qilib haligi nimalarni yuvib yurganlar. Nima deydi? Pastel shunga o'xshagan har kuni almashtiriladi hotellarda. Shunaqalarni to'plab yurib, hotelni supurib, tozalatib ketadi. Mana shularga ham misol shunaqa narsalar ham bo'ladimi yerda ham? Otelda to'g'risi bilmayman, lekin restoranda tips degan narsasi bor. Masalan, bitta klientga xizmat qilsangiz, u sizga tips bersa, u tipsni to'plab boradi. Shu kassada kim turgan bo'lsa, u odam to'plab boradi. Keyin qaysi tabledan nechinchi kun olinganini, kim olganini yozib boradi. Oy oxirida polni nechta staff bo'lsa, shu staffga bo'lib chiqadi. U bo'linish qanaqa bo'ladi? Pozitsiyasiga qarab bo'ladi. Masalan, ofitsiant masalan %5% olishi mumkin. Ofitsiant yordamchisi %3% olishi mumkin. Shunaqa qilib o'zi kompaniya ishchilari bo'lib beradi, menejerlar, supervizorlar. Hotelda ham bor, 100% bor deb o'ylayman. Misol hozir oylik $1000 bo'ladigan bo'lsa, ashuna misol bir 300 ni yeydigan bo'lsa, bir 700 sof bir O'zbekistonga jo'natsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Shundaymi? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Albatta. Aytganimdek, oz oylik qabul qilmash kerak-da. Oz oylik qabul qilsa, bularda fikr uyg'onadi. Demak, O'zbekistondan $500 yordam olib kelsak bo'ladi degan. U to'g'risi bunaqa fikr biznikilar bularga berishini xohlamayman. Xohlayman, даже $1000 ham ko'prog'iga harakat qilib kelsin. Albatta. Bu yerda masalan ko'p ishlar bor, qo'lidan nima ish kelishini. Bu yerda aka faqat ingliz tili rol o'ynaydi-da. Ingliz tilida yaxshi gapirsa, bular bu hamma ishni eplab ketadi deydi-da, baland oylik taklif qiladi. Ingliz tilisi yaxshi bo'lmasa, so'ragan savollariga javob bera olmasa, bular o'zini biz senga moncha pul beramiz, hisoblasa $500 ingliz tiliga qarab berishi ham mumkin, ochiqchasi. Yo, albatta bu narsani yaxshi gapirdingiz, chunki haqiqatdan mana misol o'zingiz aytyapsiz-ku, men hali o'zim bilan kelgan bolalardan boshqa hech kim hali birorta bir o'zbek ko'rganim yo'q. Chunki hali bunaqa bir ko'p o'zbeklar Kuvaytga borib ishlamaganda. Endi haligi ko'paygan sari, odamlar ko'paygan sari misol men mana shu yerga borib olsam bo'ldi, mayli oylik olsam, qilmash kerak-da. Haqiqatdan bu narsani juda chiroyli gapiryapsiz. Hech bo'lmaganda misol ana shu $800-900 ga men ishlayman. Bo'lmasam og'zidan chiqqanini gapirish kerak misol. Yo'q, men o'zimga ishonaman, men 1,5 mingdan kamga ishlamayman misol. Yo 1,5 ming. Mana shunaqa qilish kerak-da. O'zi zo'r o'qish kerak-da. O'zi bir zo'r svarchik bo'lsa, qo'lida bir gul bo'lsa, hali yoki bir najjordir, misol bu narsalarni yasar haligi bir shkaf, stol shunga o'xshagan narsalar. Hali odamlar ham bo'pti mayli deb $1000 ga rozi bo'lmasdan, o'zini qadriga o'zi yetib, albatta boradigan bo'lsa, biz o'zbeklarimizni qadri ham tushmaydi, oyligi ham tushmaydi-da. Bu juda ham zo'r narsa bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, mana shuni yaxshi aytdingiz. Albatta bizni eshituvchilar va qiziqqan insonlar albatta mana shunga bir diqqat qilishligini albatta men o'zim ham shaxsan so'rab qolaman haqiqatdan shu narsaga. Yana bir narsani aytib o'tay, men ingliz tili o'rganyapman yoki meni ingliz tilim yetadi, unaqa emas, o'ziga ishonganlar, haqiqatda ingliz tili speakingi yaxshi bo'lganlar menga aloqaga chiqsa yaxshi bo'lardi. Chunki bu yerda faqat speaking rol o'ynaydi, ya'ni gapirish rol o'ynaydi. Hech kim uni intervyu qilayotgan paytda qog'ozni ol, men aytgan so'zlarni yozib ber demaydi yoki men aytgan so'zlarni yozib o'qib ber demaydi. Faqat gapirishini tekshiradi. So'zlarni joyida ishlata oladimi? Savolimga yaxshi javob bera oladimi? Yoki o'zini ichidagi gaplarini ayta oladimi? Bularni tekshiradi aka. Tushunarli. Xudo xolasa mana shu o'zingizda bironta bir nomeringiz yoki bo'lmasam shu Telegram bir gruppangizmi, kanalingizmi, nimaiki bo'lsa ham misol menga bersangiz, sizga to'g'ridan bir bog'lanish ya Instagramingizmi? Xudo xolasa mana shu videoni tagiga shu sarlavhani buni ham ko'pchilik bilmaydi. Yana mana shu hozir men aytib qo'yib o'tay. Mana shu hozirgi ko'rayotgan mana shu videoni sarlavhasiga mana shu Kuvayt degan yerga shuni ustiga bir bossa, butun o'sha tagidan silkalar chiqadi. Albatta shu ham sizni nimangizni qo'yaman.
Buni bilishmaydi haqiqatdan ko'p xalqimiz ham bilmaydi. Zoir akaga qayerga qo'ygansiz silkani deb bunga ma'lumotini ko'pchiliklar telefon qilsa haligi silkalarni bersa qayerda deydida topisha olmaydi. Shunga buni aytib o'taylik albatta. Mana shu yerga qo'yaman, hali ertaga odamlar yana bir haligi Zoir aka qayerda qo'ygansiz deb yurishmasin. Tushuntirib o'taylik shu videomizni yaxshi bo'ladi. Hop, yana bir boshqa bizni tinglovchilarga biron bir gapingiz bo'lsa uka, bemalol gapiring. Meni so'raydigan savolim hozircha shu. Xudo xolasa yana kelajakda savollar kelsa shu nimalar haqida yana albatta siz bilan bog'lanaman. Agar o'zingiz gapingiz bo'lsa, bemalol yana gapirishingiz mumkin. Sizni tomoshabinlaringizga shu gapim, biz nimalarni gaplashgan bo'lsak diqqat bilan eshitishlarini so'rayman-da. Amal qilishlarini so'rayman. Hali men aytib o'tganimda $500 menga yetadi, bu inglizchamga deb turib, sirazi rozi bo'lmasin. Iloji boricha baland oylik so'rashni harakatida bo'lsin. Bu masalan bular aytish mumkin, $500 beramiz, senga oshiqcha bera olmaymiz deyishi mumkin, lekin u bilan u odam hech narsa yo'qotmaydi. O'zbekistonda o'zining davlatida turibdi, hech narsa yo'qotmaydi. Даже agar o'zini ko'rsatib, hali qo'rqmaganini, hali hayajonlanmaganini ko'rsatsa, men bu oylik menga yetmaydi, men bu oylikni O'zbekistonda ham topayotgan kerak bo'lsa desa, может balandroq oylik olib, bo'ldi, biz senga oylik deb taklif qilamiz deb balki $300 balandini olishi mumkin-da. Shu imkoniyatini yo'qotib qo'yishyapti-da. $500 ga okay, I'm ready, I will go. Men boraman deb qo'yapti-da. Даже u kompaniya u bolaga $500 dan ham ko'p pul to'la oladi, 100%. Albatta. Bu yerda mana ishlab yuribman, kompaniyalar kichkina kompaniya emas, qo'lida 100 dan oshiq do'konlari bor. Do'kon ham u qanaqa oddiy do'kon emas, hammasi brend, mashhur, qimmat do'konlar. Aytganimdek, balandroq oylik so'rashsin. Alloh rozi bo'lsin. Ne'matulloh sizdan katta rahmat. Ya'ni videoga taklif yo'q demadingiz. Ya'ni shunchalik bir ma'lumot berdingiz, xudo xolasa. Bundan tashqari menga shu albatta sizga bog'lanadigan nimangizni tashlab berasiz. Bundan keyin xudo azam tagiga qo'yib o'taman buni ham. Shu videoni ostiga qo'yaman albatta sizga bog'lanadigan nimalarni. Kimki shu Kuvaytga qiziqadigan bo'lsa, albatta to'g'ridan siz o'zingizga bog'lanib va ma'lumot olib, albatta har nimani olishligi mumkin. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin, Ne'matulloh. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha uka, sog' salomat bo'ling inshaalloh. Bo'ldi, akajon, rahmat, ishlarga omad. Yaxshi uka. Sog' bo'ling inshaalloh, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. Rahmat akajon. Ishlarga omad.